tarozimiz tayyor bo'ldi. Like, podpiska bosib qo'yishni unutmang. Xudo xolasa sizga obzor qilib beraman. Nasib bo'lsa, bu ish Olchintepa mahallasi Yarimchiq qishlog'ida bo'ldi, Siroj akamizda. Xo'p, boshladik. Xo'p, bu yerda bitta рабочий stol bo'ldi va 60 litrlik qozon bo'ldi. Va 92 talik katta mangal bo'ldi. Xo'p, dimoxotlari tayyor уже. Shuni tortishlarini ko'rsatdim. Xudo xolasa yonishlari vahshiy bomba. Xo'p, bu tarafda ham yonishlar. Ular shuni tortishni ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa dimoxot. Xo'p, bu yerda bitta gaz plitiga joy bo'ldi. Рабочий stol bo'ldi va moykaga joy bo'ldi. Va yana bitta рабочий stol. Kelajakda bu yerda xolodilnik bo'ladi. Uzoqdan ko'rinishi mana. Chora do'stim mana ishtirokida bo'ldi, Jamshid akam. Xudo xolasa hammasi udar. Rahmat hammaga, like, podpiska bosishni unutmanglar.